Cenevada davomlashayotgan BDT kishilik huquq kengashining 52-ci navbatlik yig'inida Islom hamkorlik tashkiloti mustaqil doimiy kishilik huquq komitetining komissari, Malayziya yer shari tinchlik burchi tashkilotining raisi professor Ahmad Azam Abdurahman Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan Uyg'ur musulmonlari va shundaqli Hindiston, Birmada yashayotgan musulmonlarni misol keltirib, xalqaro jamiyatni bu vaqtda tadbir qo'llanishga chaqirgan. Sharq Turkistondagi bostirishlar sababidan xalqaroda bo'libmi ba'zi g'arb parlamentlari tarafidan irqiy qirg'inchilik elib berish bilan ayblanayotgan Xitoy hukumatı Uyg'ur soqchilarini BDTga chiqarib, o'zining rayondagi terrorlikqa qarshi turish siyosatlarini aqlamoqda. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, BDT kishilik huquq kengashining 17-mart kuni o'tkazilgan 52-ci qitimliq yig'inida Uyg'ur elining Uchturpan nahiyasi 35 soqchi punktining soqchisi Varisjon Mehmet Xitoyga vakolatan so'z qilib, atalmış Şinjandagi zo'ravonlik terrorlikning ziyonkashliklarini tonishtirgan. Yangi Zelandiyaning tashqi ishlar ministri Nanaya Mahota 3-oyning 25-kuni Xitoyni ziyorat qilganda e'lon qilgan bayonotida Yangi Zelandiyaning Uyg'urlarning kishilik huquq masalasiga nihoyat ko'ngil bo'lganligini bildirgan. Nanaya Mahota bu ziyoratda Xitoyning tashqi ishlarga mas'ul davlat ishlari komissari Wang Yi bilan ko'rishgan bo'lib, u mundaq degan: Yangi Zelandiya Şinjandagi kishilik huquq ahvoliga, Hong Kongliklarning demokratiya va erkinlikning buzg'unchilikka uchrashiga alohida diqqat qiladi. Amerika Bayden hukumati oldin haftaning oxirida qaror ma'qullab, 14 Xitoy shirkatini eksport qizil tizimga kirgizdi va Amerika shirkatlaridan bu shirkatlarga mahsulot sotishdan burun astoydillik bilan ish qilishni talab qildi. Amerika Savdo ishlari muavin ministri Don Grouse, biz barliq vositalarni ishlatib, Amerikaning ilg'or texnika mahsulotlarining dunyoda qanday ishlatilganligini aniqlaymiz dedi. Fransiya ma'murlar ministri Stanislar Guerini TikTok detalining ma'murlarning telefonda cheklanganligini e'lon qildi. Aytishlar qaraganda yaqindan buyon bo'libmi yoshlar orasida moda bo'lgan TikTok detalining sonliq ma'lumotlarini Xitoy bilan o'rtoqlashtirganligi haqidagi andishlar kuchaymoqda. Yevropa komitetidan keyin nurg'un davlatlar bu appni davlat ilkidagi uskunlardan chekladi. Xitoyning muavin bosh ministri Deng Xiaoxiang ichki o'tish va bozor fursatini dunyo bilan o'rtoqlashishning muhimligini ta'kidladi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy doimiy komitetining a'zosi bo'lgan Deng yakshanba kuni 2023-yilda Xitoy taraqqiyot munbirining ochilish marosimida bayonot e'lon qilgan. Egilishicha Saudiya Arabistonda umr ziyoratchilarini elib mangan avtobusga chetishlik qatnash vaqasida 20 odam qazo qilgan. Yaman taratqullarining xabari qaraganda qazoga uchirgan avtobus Yaman umr ziyoratchilarini elib mangan ekan.